Bismillahirrahmanirrahim. Sura Muddassir. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Ya eyyuhal muddassir. Vahyi nozil bo'lgan chog'da kiyimga cho'mkilib olg'uchi payg'ambar. Qum fa'anzir. Tur. İnsanlarni Allah'ның azobidan ogohlantir. Va robbaka fakabbir. Parvardigoringni ulug'la. Va thiyabaka fatahhir. Kiyimingni pok tut. Va rujza fahjur. Azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. Va la tamnun tastakthir. Ko'p elish niyatida berma. Ya'ni bir kishiga biror sovg'a bersang, uningdan bergan narsangdan ko'proq narsa elishni tama qilma. Va li robbika fasbir. Parvardigoringning roziligi uchun qavmingdan yetgan aziyatga sabr qil. Fa idza nuqira fin naqur. Sur chelingan vaqt ذلك يومئذ يوم عسير. U kun qiyin kundir. على الكافرين غير يسير. Kafirlarga oson emasdir. ذرني ومن خلقت وحيدا. Ey Muhammad, men tenha yaratgan kishini, ya'ni Valid ibn Mughirani manga qo'yvat. وجعلت له مالا ممدودا. Uningga nurg'un mol berdim. وبنين شهودا. Uningga ko'z oldida turadigan o'g'illarni berdim. ومهدت له تمهيدا. Uning obro'yini o'stirdim. ثم يطمع أن أزيد. Ondan u yana ko'p berishimni tama qiladi. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Yo'q. Ya'ni uning xolig'ini bo'lmaydi. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshi chiqdi. سأرهقه صعودا. Uningga qattiq azobimni tetitiman. إنه فكر وقدر. U payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi. Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qandoq bo'xton qilishni planladi. فقتل كيف قدر. La'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. ثم قتل كيف قدر. Yana la'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. ثم نظر. Ondan u qaridi. ثم عبس وبسر. Ondan qo'shumisini turdi va chiroyini purishtirdi. ثم أدبر واستكبر. Ondan iymondan yuz o'ridi. Payg'ambarga agishishdan takabburlik bilan bosh tortdi. قال إن هذا إلا سحر يؤثر. Bu kalamulloh emas. Faqat o'ginilgan sehrdir. إن هذا إلا قول البشر. Bu faqat inson so'zidir dedi. سأصليه سقر. Uni men saqarga, ya'ni do'zaxga solaman. وما أدراك ما سقر. Saqarning nemiligini qandoq bilalaysan? لا تبقي ولا تذر. U hech narsani qoldirmaydi, qo'ymaydi, balki ko'ydirib tashlaydi. لواحة للبشر. U cho'ngliqidan insonlarning ko'zlariga yiroq musofalardan ko'rinib turdi. عليها 19. Uningga 19 farishta muakkaldir. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة
وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Biz dozaq muakkallerini faqat farishtalardan qildik. Biz ularning soni bilan faqat kofirlarni sinadik. Toki ahli kitob o'zlarining samoviy kitoblaridagi bu sonni ko'rib, Qur'onning haq ekanligiga iymon etqay. Mo'minlarning payg'ambar alayhissalomning bergan xabariga ishonganliklaridan va ahli kitobning Qur'on xabarlarining Tavrot, Injildagi xabarlarga uyg'un ekanligini e'tirof qilganligidan iymoni kuchaygay. Ahli kitob va mo'minlar buningdan shaklanmaydi. Dillarida kesal borlar, ya'ni munofiqlar, kofirlar bu misoldan Alloh nimani iroda qiladi deydi. Alloh mushundoq xohlagan odamni gumroh qiladi. Xohlagan odamni hidoyat qiladi. Parvardigoringning qo'shinini, ya'ni farishtalarning sonining ko'pligini, ularning kuch-quvvatini va ularning yaratilishdagi cho'ngligini faqat u o'zi biladi. Bu, ya'ni Alloh bayon qilgan do'zax faqat insonlar uchun vaz nasihatdir. Kalla wal qamar. Yo'q. Ya'ni u masxiri qilg'uvchilar qabih qilmishidan yonsin. Oy bilan qasamki, Wal layli id adbar. O'tib ketgan kecha bilan qasamki, As-subhi idza asfar. Yo'rg'an subhi bilan qasamki, Innaha la ihdal kubar. Shubhisizki, do'zax balolardan biridir. Uni qandoqmi masxiri qilisizlar va uningga chin tutmaysizlar. Nadiran lil bashar. U insonlarni ogohlantiruvchidir. Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Sizlardan jannatga ilgirlashni xohlagan yoki do'zaxdan chekinishni xohlagan odamni ogohlantiruvchidir. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Har inson qilmishlari tufaylidan do'zaxda mahbusdir. İlla ashabal yamin. Faqat ashabi yamin, ya'ni saodatman mo'minlar buningdan mustasno. Fi jannati yatasaalun. Ular jannatlarda bo'lib, anil mujrimin. Gunohkorlardan Ma salakakum fi saqar. Sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Qalu lam naku minal musallin. Ular javoban aytadi: Biz namoz o'qimadik. Va lam naku nut'imul miskin. Miskinlarga taom bermadik. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Biz behuda so'z qilg'uvchilar bilan billa behuda so'z qilatdik. Kunna nukazzibu biyawmiddin. Qiyomat kunini inkor qilatdik. Hatta atana al-yaqin. Toki biz o'lgucha shunda qildik. Ama
تنفعهم شفاعة الشافعين. Şafaat qilguvchilarning shafoati ularga foyda bermaydi. Ya'ni ularni Allohning azobidan qutqizadigan shafoatchi bo'lmaydi. Ularga butun ahli zamin shafoat qilgan taqdirdimi? Ularning shafoati qabul qilinmaydi. فما لهم عن التذكرة معرضين. Ular nemishqa vaz, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydi. كأنهم حمر مستنفرة. Go'yo ular فرت من قسورة. yo'lvosdan qochgan yavoyi eshaklardir. Ya'ni bu mushriklar Muhammad alayhissalomni ko'rganda uningdan xuddi yo'lvosni ko'rib qochgan yovi eshaklardek qochidi. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. Balki ulardan har kishi o'ziga ochiq sahifalar berilishini xohlaydi. Ya'ni ular Allohning Muhammad alayhissalomga nozil qilingan kitobidek kitob nozil qilinishini tama qiladi. كلا بل لا يخافون الآخرة. Yo'q. Ya'ni ular mundaq tamadin yonsun. Balki ular oxiratdan qo'rqmaydi. كلا إنه تذكرة. Yo'q. Muqarrarki u, ya'ni Qur'on vaz nasihatdir. Ular o'zlarining baxtiyor bo'lishini ko'zlaydigan bo'lsa, Qur'on ularning vaz nasihat elishiga yetarlikdir. فمن شاء ذكره. Xohlagan odam uningdan vaz nasihat oladi. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Ular faqat xolisa ondan vaz nasihat oladi. Allah bandalari qo'rqishga tegishlik zotdir. Bandalarini mag'firat qilishga loyiq zotdir.